Taravih namazini nada oqarsiz? Qachon oqarsiz? Nima deb niyat edersiz? Aya taravih namazini yeka oqasak ham bo'lyapmi, bo'lan yo'qmi? Taravih namazini 20 rakat o'qimalimi veya azroq 8 va 12 rakat o'qisa ham bo'lyapmi? Shu savollara va boshqa muhim taravih varasida muhim savollara javob qaytararsiz. Men bilan hozir. Avval agar taravih namazing vaqtidan boshlajak bo'lsak, taravih namozi roza oyina, Ramazon oyina xos bir namoz bo'lyapti. Roza oylari ham xubdan namozi avval o'qilmali, ondan so'ng taravih namozining vaqti boshlanyapti. Albatta, o'tir vojib 3 rakat o'tir vojibi taravih namozidan so'ng o'qisak yaxshiroq bo'lyapti. Xubdan namoz o'qamali, ondan so'ng taravih namozining vaqti boshlanyapti. Taravih namozini o'qamali, ondan so'ng izindan o'tir vojibi o'qib xalos etmeli. Taravih namozini qachonachalik o'qib bilir dejak bo'lsak, taravih namozini ta xubdan namozing vaqti xalos bo'lincha taravih namozini o'qasak bo'ladi. Xubdan namozing vaqti qachon giriyor, qachon xalos bo'liyor va boshqa 5 vaqt namozing vaqti qachon girib, qachon xalos bo'liyor? Mana buni o'rganmaklik uchun ochiqlamalarda, tavzihatlarda bir link qo'yarin, o linkning ustuna bosib videoni ko'rib bilarsiz. Va ya videoning oxirini ham inshaalloh qo'yarim. Shuni ham bilaling, taravih namozi uchun takbir muhimda. Her 2 rakat namoz uchun bir defa niyat edib namozni o'qisak bo'ladi. Nima deb niyat edish dejak bo'lsak, taravih namozining niyati ham boshqa namozlarning niyati yaniq bo'lyapti. Faqat sunnat taravih deysangizlar bo'ladi. Endi aydaling taravih namozini 2 rakat o'qiliyor. Shuni 4 rakat o'qisak bo'larmi? Oya 8 rakat edib o'qisak bo'larmi? Eng yaxshisi 2 rakat edib o'qimoqlik bo'lyapti. Agar 4 rakat edib o'qasak ham onda ham durust bo'lyapti. Agar 4 rakat edib o'qajaq bo'lsak, sunnat namozi fishining va ya boshqa namozlarning 4 rakatli o'qilgan namozlara mengzedib o'qilyapti. Hammasida sura qo'shilyapti. Ikkinchi rakat ettihayada o'tirsak, bir ettihayatni o'qib turmali bo'lyapti va boshqa 4 rakatli namozlar yana deb xalos etmali bo'lyapti. Shu narsani ham so'rabdirlar. Taravih namozini her 4 rakatdan so'ng o'tirib istirohat etmeli. Shol istirohatda nima o'qilyapti? Do'stlar, bu istirohatidan filla namani bilyon bo'lsangiz o'qisangiz bo'lyapti. Ba'zi yerlarda tasbih aytilyapti, ba'zi yerlarda zikr aytilyapti, ba'zi yerlarda salovat o'qilyapti, ba'zi yerlarda bo'lsa Qul huvallohu ahad 3 martaba o'qib qo'yiladi. Siz qaysini etsangizlar ham bo'ladi. 4 rakat o'qandan so'ng biroz istirohat etmeli bo'lyapti. Bu istirohat etmaklik mustahab bo'lyapti. Mana bu mustahabda istirohat edan vaqtda agar bir zat o'qing desangizlar, o'qing. 3 martaba Qul huvallohu ahad o'qib bilarsingizlar. Va ya boshqa bir surani bilgan bo'lsangiz, kota o'qib bilarsiniz. Qaysi bir zikr aytsangiz aytib bilarsiniz. Hatto 1 martaba va ya 2 martaba salovat o'qib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bunda hech bir mushkuli yo'q. Yana so'ralgan narsalaring biriga bir odam kunduz roza tutmasa, akşam taravih namozini o'qasinmi va ya o'qamasinmi? Do'stlar, kunduz roza tutmoqlik alohida ibodat, akşam taravih namozini o'qamoqlik ol boshqa bir ibodat bo'lyapti. Kunduz bir odam agar qaysi mushkulotlar bilan roza tutmasa, masalan bir odam musofir bo'liyor va ya bir meriz bo'liyor va ya bir qarra odam qaysi sabablar bilan ol odam roza tutmasa, yana ham akşam taravih namozini o'qib biljak bo'lsa, taravih namozini o'qamali. Chunki ol alayda ibodat, roza tutmoqlik alayda ibodat. Bu ikisining hech bir rafti yo'q. Shuni ham bilaling, ba'zi odamlar aytıyorlar, roza tutman, namoz o'qib yurgan odamlar va bularning namozi bo'lmaydi deb merdimin ichida shu raqam bir gap ham bor. Yo'q do'stlar. Roza tutmasang ham 5 vaqt namozi hatman o'qamali. Rozani ham hatman tutmalı, bu ham bir yilning ichida bizga bir oy farz ediladi. Günde 5 vaqt namozi ham o'qamali, bu ham kunning ichida 5 vaqt namoz bizga farz ediladi. Diyeling bir odam namozini o'qani yo'q, rozasini tutsa bo'lyapmi, bo'lani yo'qmi? Mukammal bo'lyapti. Bir odam roza tutmayan bo'lsa, 5 vaqt namozini o'qiyor, lekin roza tutani yo'q. Bu odam namozlarni o'qasinmi, o'qamasinmi? Bali. Bu odam 5 vaqt namozini o'qasin, roza tutmasa ham o'qasin, qaysi buning mushkuli yo'q. Ammo bu odam bayat hem rozani tutmalı, hem namozini o'qamalı. Roza hem farz, namoz hem farz. Bularning ikkisining hukmi ham
Ayni bir narsa bo'lyapti. Shuning uchun ikkisini ham bolaring anjom bermali. Mabodo shar'iy sabablar bilan agar biragini etmasa, biyanqi ibodatini edib bilar. Yana so'ralgan narsalaring biriga taravih namozini yeka uyda o'qasa bo'larmi bo'lmazmi? Do'stlar, taravih namozini imom bilan, jamoat bilan bila o'qamali. Agar aytdik bir odam shu jamoatga borib biljakda, qaysi mushkulat sababli va ya o'zi jamoat bilan borib o'qan yo'q. Yeka o'qasa, uyinda yeka o'qasa ham bo'ladi. Ammo savobi kamroq bo'ladi. Sunnat tariqasi, ta'kid etilgan tariqasi borib imom bilan, jamoat bilan bila o'qamoqlik bo'ladi. Endi bo'lsa kelaylik masalaning eng muhim va janjalli qismini. Taravih namozini 20 rakat o'qimamiz muhimmi va ya 8 rakat o'qa qo'ysak ham bo'larmi? Do'stlar, bizlar Hanafiy mazhabida bo'lamiz. Alhamdulillah mazhabi qabul etgan bir odam bo'lamiz. Bizning mazhabimiz biza nima deb o'radibdir, nima deb ko'rkazibdir, qaysi yo'l ko'rkazibdir, biz bayat shondan gitsak. Bizning mazhabimiz aytdi-ya, bunun düyünü şöyle edip veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öz zamanlarında bu taravih namazını okuyor ekenler. Bir gece özleri okaptır, yine okaptır, bir gece kança rekat okaptır, bir kança gece hem, iki gece hem ashab-ı kiramlar bilen okaptır. Son bir gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramlara aydıptır. Namazları sizler hem üylerinizde okan, men hem üyde okacak. Çünkü inni khashitu an tafruza aleykum. Men qorqyon, eğer şu şekilde bizler oqaq gidiversek, Allah Taala bu narsani bizlerin gerdanimize farz edip qo'yar. Eğer taravih namaz bizning gerdanimizga farz bo'lsa, ummatin gerdanına farz bo'lsa da, onda ummat hilaqati qiynaljakdi. Ana shuning uchun Rasululloh Aleyhisselatü Vesselam mabodo biz bo'lib oqaq gidiversek, biz bu namozni yaxshi ko'raversak, Allah Taaladan bizning gerdanimizga mana farz etib qo'yar deydi-da. Sizlerim üylerinizde okan meni uyda okacak dediler. Bu şu şekilde gitti. Her kim Ramazan ayı gelse öz illerinde okuyordu. Ta ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun vaktine çelek. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir mescide geliyorlar ve görüyorlar ki her kim alayda özü taravih namazını mescitte okavati. Yeke okuyorlar. Bunu gören Hazreti Ömer radıyallahu anhu taravih namazı okavoturan adamların hemmesini cemliyor ve aytıyor. Gelin taravih namazını hemmemiz bilelikte oqaling, jamoat bilan oqaling. Shu narsa ham bizning fikrimize gelmesin ki, ol narsani ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oqamadi. Nam için Hazreti Ömer radıyallahu anhu gelip oqadi. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem jamoat bilan oqamasa, nam için Hazreti Ömer radıyallahu anhu jamoat bilan oqiyadi. Çünkü aydishimiz yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam qo'rqdilar, eğer biz oqaversek, şu bizning gerdanimizga farz bo'lib qolmasin. Hazreti Ömer say jamoat bilan hemmasini birlikda bila taravih namozini mescitda o'qamali etdilar. Ol vaqt bo'lsa vahiy gelmanini qo'yibdi. Shuning uchun Hazreti Ömer sayning diljamdi. Shuning uchun hemmasini jamlab aytdilar-ki, gelin namozni jamoat bilan bila hammalashib bila o'qaling. Va Hazreti Ömer say o'zlari imom bo'lib taravih namazını 20 rekat edip merdimle sahabe-i kiramlara ve ol vaqtning adamlarına oqab berdi. Shondan so'ng shol 20 rekat o'qilgan namoz ta halachilik davom etib kelyapti. Hatto Haramayn Sharifaynda ham bugungi kun 20 rekat o'qilyapti. Madina 20 rekat o'qilyapti ve Beytullahda ham 20 rekat o'qilyapti. Chunki shol zamondan beri silsila şöydülüp qaydalan ve hazretçilik şöydülüp geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu şıl taravih namazını mescitte okamal etti. Cemaat bilen okamal etti. 20 rekat okap verdiler. 20 rekat okamal etti. Şonca ashab-ı kiramların içinden bir nefer ses çıkarmadı. Buna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 8 okuyordular, 12 okuyordular, 18 okuyordular deyip hiç ses çıkarmadılar. Çünkü onların her qaysilari agatilar bir adam ki ashab-ı kiramlardan, bir adam ki Emiril Mu'minindan, bir adam ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu yanak bir adamın aydanını etmese, ol adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dost görmeyen bir adam oluyor. Şunun için hemmesi kabul ettiler ve düzgün Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun vaqtinden ta hazretçilik mescitte cemaat bilen 20 rekat o'qamali bo'lib keldi. Mana bu bo'ldi taravih namozi varasında ko'p so'ralgan savollara javoblar.
Eger hazıram qaysi bir müşkülüňiz bar bolsa, bilmeýän zadyňyz bar bolsa veya sawalyňyz bar bolsa, kommentlerde sorap bilersiňizler. İnşallah men jogap gaýtaram. Dostlar, şol video faýlaşmakly ýatdan çykarmaň. Eger siz faýlaşsaňyz, siz sebäple bir nefer şol video görüp, tarawih namazynyň qaysi bir müşkülini giderip, öz müşkülini hall etse, bir sawap gazansa, hem size ýazylar, hem maňa ýazylar, hem ol okuyan adama bu videodan siz sebäple we men sebäple öğrenen adama ýazylar. Ramazan aýy. Meniň için dua etmekligi hem ýatdan çykarmaň. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.